sizlarda. Ya o'zga Superman yomon qilib. Yo'q. Endi hozirgi navbatda ikkinchi komediyalarni ko'ramiz. İkinci komediyalarımız bilen. Men aytaman, ne biling. Men aytaman deyapman, men aytaman. Yo'q, men aytaman. Men aytaman, bilmayman biring. Men aytaman. O'zi vaqt ozgina bo'lib qoldi, tadbir ham oxirlab qolgan bo'lsa. Bo'lmasa bitta ish qilamiz, Mehroza. Bir qatorsan, bir qator men aytaveramiz. Men chalkash o'rishim, vaqtdan yutamiz. Mayli. Xo'p, qani boshlaymiz. Ilmga chanqoqman. Darsdan qochoqman. Erta tongdan kollej tomon shoshaman. Bilmadim ne uchun darslardan qochaman. Kursga kelib darslarimni qilaman. Men esa zahrimni kursdoshga sochaman. Buyuk insonlar, ustozlarimiz beradi bizga dars. Shu buyuk insonlar meni qiladi qarz. O'qidim, izlandim, o'rgandim ko'p narsani. Birovni g'oyasini olib chiqsam qolaman baloga. Meni hamma ustozlar yaxshi ko'radi. Masalan, Aziza ustoz, Iroda ustoz, Rustam ustoz, Karomiddin ustoz, obshi hammasi yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi, yaxshi ko'radi. So'rashga duxing yo'q. Karomiddin ustoz. Arvoza chiqib bo'ldi. Endi yomon uradi. Barno ustoz. Aytolmasak harfni yemaklatib ayttiradi. Yaxshi deysan. Yulduz ustoz, sevimli ustozing. Pardani uzib yuborsak, bolalarni tiziltirib olib, nafas yo'lingga Mike Taysonday sop chiqadi. Mirhosil ustoz. Darsga kech qolib kelsak, 50 marta anjumanga qildirtiradi. Lekin kursdagilar ishni qilib qo'yib, koridorga olib chiqib, destva so'raydigan bolalar. Hozir ustoz nega destva so'ramayapti? Nega destva so'ramay qoldi ustoz? Xo'p, Rustam ustoz. Mabodo darsda gaplashib o'tirsak, ustozga yoqmaydimi? Shunda sochimizdan ushlaydida, to'g'ri deb turibdi. Eshik oldiga qiladi. Agar mabodo qaytib yursak, shapatilab chiqaradi. To'g'rimi Saydulla? To'g'rimi? Aziza ustozim, kursda hamma bo'layotgan narsalarga chidaymiz. Lekin ikkinchi onajonimizni xafa qilib qo'yishga chida olmaymiz. Bizga gapirmay qo'yishga chida olmaymiz. Ustozlar, sizga cheksiz hurmatimiz. Rustam ustoz, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Hozirgi navbatda Muslimbekning kurs haqida yozgan she'ri. Qani? Bizga kerak shoirlik kelyapti. Obitiri degan guruh bordir bizning tomonda. O'sha guruh bolalaridek donolar yo'q jahonda. Ovozsiz hayvonlar ritmikani yorib bizning tovus velosipedga zritil voh deb o'rgan. Hayvon kuzatuvini tugatmagan bu yerlik. Inson xarakteriga tushunmagan bu yerlik. Ko'rib sahna kulisini o'sha yerlik ulug'lar, bular Bagdad o'ynash uchun yaratilgan varotlar. Koridorda video olish merosmish katta kursdan. Xona uburka qilish azobdir bizni kursda. Loy chaplab tekisladik o'ydin chuqur yerlarni. Insof kirib to'g'irladik qiyshiq gilam choylarni. Qofiyaga solyapman bo'lib o'tgan ishlarni, yana hayron qolyapman eslab shuncha ishlarni. Gapirsam gap ko'p, so'z ko'p. Ta'rif uchun guruhga. Qo'yingki biz yig'ildik 25:03 ga. Tadbircha tayyorladik ustoz uchun shu kunga. Qo'ldan kelgancha endi surogimiz bir kunda. Haqiqatimiz Rustam aka. Tug'ilgan kun muborak, baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat.
Rustam ustozimizga endi bitta shartimiz bor. Kurs nimasidan endi Rustam ustoz yo bugungi kunga hammaga besh qo'yib berasiz yo bitta volleybol o'ynaymiz bugun. Kalb kasalligini bilasizlar. Ya. Ustamakidan so'ragani bilan qarorni siz qabul qilishingiz bilan yaxshi. Yo javob beraversanglar ham rozimiz. Uchinchi versiyadan bor ekan mana shu. Mana shu burchakka otsam kalbni. Osadingizmi? Oladim. Hop. Rustam aka, tug'ilgan kuningiz bilan kurs nomidan shu qora ko'z shogirdlaringiz nomidan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh bergan umrni mazmunli, chiroyli o'tkazish, barakali o'tkazish nasib qilsin. Farzandlaringizni, shu qatorda bo'lgan shogirdlaringiz, hamkasblaringiz, oilangiz va barcha do'stlaringiz baxtiga sog' bo'lib yuring. Har doim mana shunday yosharib, yoshingiz nechi deganda hamma 18 yashab berib yurasiz sizga. Bir kun qolganda aytdim, o'shanaqa paytda bilinadi bolalarning imkoniyati va qanaqasi qobiliyati. Bu kecha bir kunda, deyarli yarim kunda tayyorlangan tadbir siz uchun. Hamma kamchiliklari uchun uzr so'raymiz. Hamma hazillar kayfiyatni ko'tarish uchun bo'ldi. Hammasi hazil. Hammalarga kattakon rahmat. Xudoga shukr. Men bugun bir narsaga amin bo'ldim. Mana kursimiz yig'ilib kurs bo'ldi. Rost ekansiz, ha? Men azizda to'g'risiga bir kun qolgan. Bir kunda sizlar shunaqa narsa tayyorladinglarmi? Demak, sizlar nimani o'rgandingizlar. Yana xursand bo'lganim, parda yopilib, parda ochilsa, eshiklar detal turibdi. Lekin tiqib ovoz eshitilmaydi. Shunisiga ham. Men sizlar o'sha narsani o'rgandingiz. Yotsa anaqa, yotsa qani gapirsin yana. Yaxshi olib. Mohir ko'zini uzmay qarab turibdi sizga. Mohir sekundigacha qo'limni qandoq qo'yib, qandoq qilgunimgacha oldi. Hammaga rahmat. Men rosa xursand bo'ldim. Sovg'a shart emas edi. Eng katta sovg'a sizlar sahnaga chiqqan edi. Sizlar e'tiboringlar. Sizlarga tarbiya bergan ota-onalarga rahmat. Shuni tashkillashtirgan ustozlarga rahmat. Hammanglarga rahmat kattakon. Ishlab mana shu tashkil ishlarga boshida turgan menimcha Asl bo'ladi. Aslbekka alohida rahmat. Bu tadbir rejissyori Aslbek. Yaqindan yaqtilib kirganlar. Hidi keldi. Hozir ham hidi keldi. Avvalambor eng asosiysi hozir yo'lda bo'lgan gapni eshitmay qoldim. So'rashga ham bo'ldi. Hokimiyatdan. Tabriklayman. Men bitta narsadan xursand bo'ldim. Tug'ilgan kun o'z o'rnida men bekorga mabirga gapirib o'tirmadim. Kursda eng asosiy rejissura paydo bo'ldi. 6 oy mobaynida rejissura paydo bo'ldi. Men shu narsadan xursand bo'ldim. Sal tartib, intizom, tashkilotchilik tomonlama mana shu narsalarga e'tibor beribsizlar. Sizlarga kattakon rahmat. Eng asosiysi mana Rustam aka bilan o'tirib mazza qilib o'tirdik. Aslbek, shu kurs hamma qizlar, yigitlar ertalabdan mana Mehruza tushdi, Omina tushdi, oldiga hammalaringga rahmat. Kursda hamjihatligi mana shunaqangi narsalar bo'ladi. Bu Rustam aka uchun emas, men uchun emas, Aziz opa uchun emas, sizlar uchun. Kurs birlashadi mana shu. Jamiki ustozlar, o'quvchilarni ham tug'ilgan kunda mana shunaqangi narsalarni qilsalaring, kursda ahilligi, hamjihatligi mana shu yerda ketaveradi. Bu birinchi qism. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Avvalambor kursi nomidan aziz mana shu kafedrani o'quvchilari nomidan Rustam aka sizni yana bir bora tabriklayman. Ertalab soat 5 dan beri tabriklayman aka. Har xil fikrlar bildirishdi. Boya u yoqda umringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Mana bitta tilagim. Qarg'a 300 yil yashaydi, 200 yil yashaydi. Lekin ahliga titib o'qib yashaydi. U narsani men xohlayman. Umringiz mana shu
qarg'anikidek bo'lsin. Kapalak bir kun yashaydi, lekin guldan gulga qo'nib, shirin narsalarni istiqomat qiladi. Umringiz uzoqligi mana shu qarg'anikidek bo'lsin, har bir kechirgan kuningiz kapalakdek bo'lsin. Tabriklayman, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu farzandlaringiz baxtiga, shogirdlaringizni, bizlar do'stlaringizni, aka-ukangiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Tabriklayman. Ya bo'ldi. Gapiring odam. Ya, men bir xor. Ye, o'rtaga chiqasizmi? Raqsga tushasizmi? Hasan Husan ibn. Bu yerda o'rtaga. Umringiz uzoq bo'lsin o'rtoq, bolalaringga bosh bo'lgin. Charchama, mana shunday yoshlarni o'qitib, tarbiyalashda omad tilayman, sog' bo'lin. Ancha-muncha narsani olibdi, jismoniy taqlidni olibdi, iloho Xudo xolasa, ichkidan qani bilimlarni olsanglar ustamdan yaxshi bo'ladi. Jismoniy tomonlama olibsizlar, yag'ini ham olsanglar zo'r bo'ladi, Xudo xolasa. Yoqdi mana shu bolacha, anaqasi bor, nimalarni ishlashdan, ma'lum. Sizlarning omadinglarni bersin, umringiz uzoq bo'lsin. Kursda imkoniyati borlar ko'pidir, lekin negadir bu kamroq chiqishdi. Endi bir kun Bir hosil akasi. Ustamaga tabriklayman. Sog' bo'ling, oilangizni baxtiga, hammamizdan baxtimizga. Alloh bergan umrni chiroyli, mazmunli o'tkazish. Dunyo saodatini ko'ring. Bugun chiroyli ish ko'rdik, mana kurs bo'lib shakllanibdi. Bunda sizlarni shu Karomil akam sizni Murat bilan ham ustozlarning mehnatlari katta. Shu narsani oqlab chiqishdi bugun. Bundan buyog'iga ham bu narsalar davomli bo'lsin. Kurs hamisha shunaqa ahilli bo'lib, bir jamoa bo'lib, hamma o'tayotgan kuninglar, har bitta o'tayotgan darsinglar ham xuddi shunaqa xursandchilik bilan o'tsin ilohim. Tabriklaymanki, yuzlab Jubileym bo'lsin. Hamma darsimiz mana shunaqa bo'lsa, har bir ishdan keyin mana shunaqa qarsak, bo'ldi, qabul qilindi, gap yo'q, so'z yo'q deydigan holat bo'lib qolsa, ha? Endi bo'ladi. Aka uyg'onib. Aka sizni Shamshodni sevimli o'quvchingiz Shamshodni nomidan ham tabriklayman. Bilaman kutgansiz bugun. Hech bo'lmasa bugun kelar deb kutdingiz, lekin kelmadi bugun ham. Birga bir qaytaroq. Yana kim yo'q? Uzoq bo'lsin. Gulirano. Asad uzr so'rab ketdi, dadasini ham tug'ilgan kuni. Bugun ikkita otasini ham tug'ilgan kuni ekan. Yo'q, anasi tug'ilgan kuni ekan, o'shaning uchun mayli, birinchisinikiga bora qolib, ikkinchisini ertaga kelib tabriklaysan deb qo'yib qolgan. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga. Молодцы. Vallahi. Endi hamma vokalga. Va